Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari, biologiya ixlosmandlari, sizlar bilan demak 5-sinf darsligi bo'yicha mavzular bayon davom etamiz va bugungi tanishadigan mavzuyimiz 15-mavzu, ya'ni odam tanasi bo'yicha gaplashib ketamiz. Odam tanasi ham boshqa tirik organizmlar singari hujayralardan tashkil topgan va ma'lumot o'rnida aytib ketadigan bo'lsak, o'rtacha odam tanasida 100 trilliondan ortiq hujayralar mavjud bo'ladi. Va bularda hujayralar birlashib to'qimani hosil qiladi. Xuddi hayvonlarda bo'lgani kabi odamlarda ham 4 xil to'qima, epiteliy, biriktiruvchi, muskul hamda nerv to'qimasidan tashkil topgan bo'ladi va to'qimalar birlashgan holatda organni hosil qiladi. Organlar esa organlar sistemasini tashkil qiladi. Demak, sizlar bilan mana shu odam tanasidagi organlar sistemasini ko'rib ketamiz. Birinchi tanishadigan organlar sistemasi bu tayanch harakatlanish sistemasi hisoblanadi. Tayanch harakatlanish sistemasi ikkita qismga bo'lib o'rganiladi. Suyak hamda muskullarga bo'lib o'rganiladi. Birinchi bo'lib suyaklar bo'yicha gaplashib ketamiz. Odam tanasida o'rtacha katta yoshli odamda 206 ta suyak mavjud bo'lib, undan 85 juft, ya'ni 170 ta juft suyak yana 36 tog' suyakdan tashkil topgan bo'ladi. Odam tanasida suyak demak bosh, gavda, ko'krak qafasi, qo'l hamda oyoq suyaklariga bo'lib o'rganiladi va suyaklar odam tanasida quyidagi muhim vazifalarni bajarib beradi. Birinchi vazifasi demak tanaga tayanch vazifasini bajaradi. Buni albatta umurtqa pog'onasi suyagi ta'minlab turadi. Ikkinchisi esa ichki organlarimizni himoya qilish vazifasini bajaradi. Bunga misol keltirib, mana bosh miyamizni kalla suyagi ichida joylashganini misol keltirsak bo'ladi. Uchinchi vazifasi esa suyakning komik qismi bor. Ana shu joyda demak qonning shakl elementlari hosil bo'ladi. Ya'ni qon hosil bo'lish vazifasini ham bajaradi. Va to'rtinchi vazifasi bularda mineral tuzlar deposi vazifasini bajaradi. Depo degani to'planadigan joy degan ma'noni bildirib beradi. Ya'ni odam tanasidagi suyak o'z-o'zidan harakat qilmaydi. Buni harakatini ta'minlaydigan asosiy tuzilma bu muskullar hisoblanadi. Odam tanasida o'rtacha 600 ga yaqin, 600 dan oshiq muskullar mavjud bo'lib, normal odamlarda tana massasining 40% ni, sport bilan shug'ullanuvchilarda esa 50% gacha bo'lgan qismini muskullar tashkil qilib beradi. Xo'p, muskullarning asosiy vazifasi tolachalar orqali suyaklarga, ya'ni paylar orqali suyaklarga birikib, suyakning harakatini ta'minlab turadi. Asosan muskullarimizni vazifasi shu bo'ladi. Misol uchun aytib ketadigan bo'lsak, bizda o'sha tirsak bo'g'imini bukilishi, yozilish harakatini oladigan bo'lsak, misol uchun tirsak bo'g'imini bukishni oladigan bo'lsak, tirsak bo'g'im bukilgan paytda yelkaning oldingi qismidagi ikki bosh muskul qisqaradi. Bu muskulning qisqarishi hisobiga tirsak bo'g'im bukiladi. Endi tirsak bo'g'imini yozilishi bunda yelkaning orqa tomonida joylashgan 3 boshli muskul hisobiga amalga oshadi. Demak, 2 bosh muskul hisobiga tirsak bukiladi ekan, 3 bosh muskul hisobiga esa tirsak yoziladi ekan. Bu harakatni albatta qisqarib yozilish vazifasini muskul tolasidagi miofibril tolachalari ta'minlab turadi. Mana shu demak tayanch harakatlanish sistemasi haqida qisqacha ma'lumot. Undan keyingi sistema esa qon aylanish sistemasi. Odamlar ham boshqa yuksak suyak buzuvchilar singari issiq qonli organizmlar hisoblanadi. Bizning ham yuragimiz 4 kamerali mavjud. Ayollarda yurakning vazni 180-220 grammgacha, erkaklarda 220-300 grammgacha bo'lishi mumkin. Asosan muskuldan tashkil topgan a'zo va bizda ham asosan 3 xil qon tomir bor. Ya'ni yurakdan chiqadigan qon tomir arteriya, yurakka keladigan qon tomir vena va ichki organlarda juda ham ko'plab joylashgan kapillyar qon tomirdan tashkil topgan bo'ladi. Va insonlar ham issiq qonli organizmlar hisoblanadi. Ma'lumot o'rnida aytib ketadigan bo'lsak, yurak 3 qavatdan tashkil topgan bo'ladi. Demak, ichki qavati endokard deb ataladi, o'rta qavati miokard deb ataladi, tashqi qavati esa perikarddan tashkil topgan bo'ladi. Demak, undan keyingi sistema esa bu ovqat hazm qilish sistemasi hisoblanadi. Dastlab ovqat hazm qilishga ta'rif beradigan bo'lsak, ovqat hazm qilish nima? Ovqatni tishlar yordamida maydalanishi, fermentlar ta'sirida parchalanishi va ichak devoriga so'rilishi bu ovqat hazm qilish deb ataladi. Ovqat hazm qilish sistemasi dastlab ma'lumot o'rnida demak yassi o'lchanglarda paydo bo'lishni boshlagan. Odamning ovqat hazm qilish organlarini sanab o'tadigan bo'lsam, demak og'iz bo'shlig'i, halqum, qizilo'ngach, oshqozon, ingichka ichak, yo'g'on ichak hamda orqa chiqaruv teshigidan tashkil topgan bo'ladi. Bundan tashqari hazmda ishtirok etgan ikkita bez, ya'ni jigar hamda medosi bezidan tashkil topgan bo'ladi.
Odamning og'iz bo'shlig'ida hazmda ishtirok etadigan 3 xil a'zoyimiz mavjud. Tilimiz, tishimiz hamda so'lak bezlarimiz. Har bittasini vazifasi alohida. Tilning vazifasi ovqatni shira bilan aralashtirish va tomoq-tomonga surish vazifasini bajarib beradi ovqat hazm qilishda. Tishlarimiz esa ovqatni maydalab mexanik ta'sir ko'rsatish vazifasini bajaradi. So'lak bezlari esa bizda og'iz bo'shlig'ida ovqatni ho'llash, ovqat tarkibidagi uglevodlarni parchalash vazifasini bajarib beradi. Mana shu ovqat hazm qilish sistemasi hisoblanadi. Undan keyingi sistema esa nerv sistemasi. Odam tanasida barcha to'qim organlarini vazifa jihatdan boshqarib turadigan, birlashtirib turadigan sistema bu nerv sistemasi hisoblanadi va nerv sistemasi ikkita qismga bo'lib o'rganiladi: markaziy hamda periferik nerv sistemasi. Markaziy nerv sistemasiga bosh miya hamda orqa miyani keltiramiz. Bosh miyamiz kalla suyagining ichida, orqa miya esa umurtqa pog'onasi kanalida joylashgan bo'ladi. Periferik nerv sistemasiga esa bosh hamda orqa miyadan chiqadigan nerv tolalari, nerv hujayralari va nerv tugullarini misol keltirsak bo'ladi. Nerv sistemasi bajaradigan vazifasiga qarab ikkita guruhga ajratiladi: somatik hamda vegetativ nerv sistemasi. Somatik nerv sistemasi sezgi organlar, skelet muskullar ishini boshqarsa, vegetativ nerv sistemasi esa ichki organlar hamda ichki sekresiya bezlari ishini boshqarib turadi. Mana shu demak nerv sistemasining tuzilishi bo'ladi. Undan keyingi sistema esa nafas olish sistemasi. Hop, nafas olishiga juda ham oddiy ta'rif bersak bo'ladi. Tashqaridan kislorodni qabul qilib, karbonat angidridni chiqarish jarayoni nafas olish jarayoni deb ataladi. Albatta bizni tanamizga kirgan kislorod bizni hujayra to'qimalarimiz nafas olish uchun kerak bo'ladi hamda yegan ovqatimizni parchalash uchun kerak bo'ladi. Agar bizdagi og'izgi mahsulotlar kislorod ta'sirida parchalansa, tez parchalanadi hamda ko'proq energiya hosil qilishi mumkin bo'ladi. Kislorod yetishmasligi bizda uyquni bosishi, hatto ba'zi bir kamqon odamlarda hushdan ketish kabi holatlarga ham sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Odam nafas olish a'zolariga, demak, burun bo'shlig'i, halqum, hiqildoq, kekirdak, ya'ni traxeya, bronxlar hamda ko'krak qafasida joylashgan konussimon shakldagi o'pkalardan tashkil topgan bo'ladi. Va o'pkamizning asosiy tuzilmasi bronxiola, ya'ni mayda bronxlar hamda alveola pufakchasidan tashkil topgan bo'ladi. Keyingi sistema esa bu limfa sistemasi hisoblanadi. Limfa sistemasiga nimalar kiradi? Demak, limfa tomirlari, limfa tugullari, limfatsitlar, taloq hamda limfa suyuqligini keltirsak bo'ladi. Bu limfa sistemasini qon aylanish sistemasidan farqi, bizda qon aylanish sistemasi yopiq doirada amalga oshadi, limfa esa ochiq doirada amalga oshishi mumkin bo'ladi. Limfa suyuqligiga to'xtaladigan bo'lsak, limfa suyuqligi to'qima suyuqligidan hosil bo'ladi va limfa kapillyarlarida hosil bo'ladi. Keyin esa limfa tomirlari bo'ylab harakat qiladi. Har bitta limfa tomirlarida demak maxsus klapanlar mavjud bo'lib, limfani bir tomonlama oqishini ta'minlab turadi. Bundan tashqari limfa tomirlarida limfa tugullari ham mavjud bo'ladi va bu limfa tugullari limfa suyuqligini filtrlash vazifasini bajarib beradi. Bundan tashqari limfa sistemasida maxsus hujayralar mavjud bo'lib, bular limfatsitlar deb ataladi. Limfatsitlar limfa suyuqligidagi zararli mahsulotlarni parchalash, eritish vazifasini bajarib beradi va bu limfatsitlar taloqdan hosil bo'ladi. Taloq odamning chap qovurg'asi ostida joylashgan organ bo'lib, massasi 140-200 gramm atrofida bo'ladi. Keyingi sistema esa endokrin sistemasi. Odam tanasini boshqarishda ikki xil sistema mavjud: nerv sistemasi hamda gumoral boshqaruv hisoblanadi. Aynan gumoral boshqaruvni endokrin sistemasidagi ichki sekresiya bezlari hosil qiladi. Va bu sekresiya bezidan chiqadigan mahsulotlar gormon deb ataladi. Gormon so'zining ma'nosi qo'zg'ataman, harakatga keltiraman degan ma'noni bildiradi. Ya'ni gormonlar o'sha o'zini bezdan o'tgan limfa va qon tomirlariga quyilib, bizda kerakli organlarni faoliyatini boshqarishda ishtirok etadi. Misol uchun, yurak qon tomir sistemasini boshqarishda adrenalin gormoni bilan vazopressin gormonlari ishtirok etadi. Odam qo'rqqanda, hayajonlanganda yoki stressga tushgan paytda adrenalin miqdori oshib, yurak faoliyatini tezlashtiradi. Bu esa odamda nafas olish sonini ham tezlashtiradi, to'qimalarda modda almashish jarayonini ham tezlashtirib yuboradi. Mana shu holatda bizda to'qim organlarimizga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Demak, mana shu odam tanasidagi organlar sistemasi bo'ladi. Demak, sizda savollar, takliflar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.